Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Bugungi obzorimiz mana shu Anguscha to'g'risida bo'ladi. Bugungi sanamiz 4-noyabr haftaning seshanba kuni 2025-yil. Manzilimiz Samarqand tuman Qo'shmachit mahallasiga. Mana shu Chisti Aberdin Angus sotiladi. To'qol 6 oylikdan o'tdi. 6 oylikdan o'tyapti. Mashalloh. To'qol mana. Chisti. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Aziz do'stlar mana. Yeyishi ichishiga gap yo'q. Mana orqa korobkalari, orqa oyoqlari hamma joyini ko'rsatamiz. Sog'lom, hech qanaqa ayb illati yo'q. Kallasi tuxumbosh. Yelkalarini ko'ryapsizlarmi? U kuni 15 millionga bitta maydachasini berdik. Bu hozir bo'yiga kelsak 1.10 atrofga chiqadi. Inshaalloh bo'yi 1.10 atrofga chiqadi. Kimga mana shunaqa chisti tozasi kerak bo'lsa, aloqa chiqasizlar inshaalloh. Narxini uncha baland ham aytmaymiz. Yo'laka qilib beramiz inshaalloh. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqib kelaverasizlar. Molni ko'ryapsizlarmi? Bitta aylantiringlar. Mashalloh. Ko'chat, yosh ko'chat. Zotga ham inshaalloh chopadi. Kimga kerak bo'lsa manzilning lokatsiyasini tashlab beramiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna tugmachasini bossangiz, mana shu bunaqa videolar har kuni birinchilardan sizlarga yetib boradi. Albatta laykni bosamiz azizlar. Mana orqa korobkalarni ko'rsataylik. Orqali mana Angusning orqasi mana shunaqa bo'ladi azizlar. Korobka bo'ladi. Oldi yelkalarini, to'shlarini ko'rsatamiz. Mana qarang. Mana. Bir qarich yelkachasi. Bu hali yosh buzoq. Azizlar, buning narxini 20 million so'm. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqib kelaverasizlar.